Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va bilimga chanqoq o'quvchilar. Mana bugun kuzga sizga tushgan misollarning 9-qismini ko'ramiz. Hop, 171-misolga e'tibor beradigan bo'lsak, logaritm 2 asosiga ko'ra x va ikkinchi funksiyamiz x taqsim 2 ni tenglab olaman. X taqsim 2. Hop. 2 ga ko'paytirsa teng 2 ta logaritm 2 asosiga ko'ra x teng x ga. 2 ni bu tomonga chiqarib 2 ni darajasiga chiqarsam x kvadrat teng 2 ni x 2 ni darajasi x 1 teng 2 x 2 teng 4 chiqadi. Bu tenglarni eshitasiz. Endi funksiyani grafiga chizadigan bo'lsak, hop, logaritm 2 asosiga ko'ra x grafigi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi x taqsim 2 ni grafigi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, bu nuqta 2, bunisi esa 4. Bizga bu so'ralayotgan soha shu sohaning yuzini so'ralaydi. Hop, demak, integral 2 dan 4 gacha. Hop, logaritm 2 asosiga ko'ra x dx minus logaritm 2 asosiga ko'ra 4 x taqsim 2 dx. Hop, shuni hisoblashim kerak. Endi logaritm 2 asosiga ko'ra bo'laklar integralsa logaritm 2 asosiga ko'ra 4. Hop. Bu hozircha shart emas, demak x ko'paygan logaritm 2 asosiga ko'ra x, demak 2 ni to'g'ri qo'yamiz, minus hop integral x d logaritm 2 asosiga ko'ra x minus hop 2 dan 4 gacha, bu da x kvadrat taqsim 4. 2 dan 4 gacha. Endi x ko'paygan logaritm 2 asosiga ko'ra x 2 dan 4 gacha, bu da differensial ichidan chiqarsam hosila bo'lib chiqadi. Demak, x ko'paygan integral 2 dan 4 gacha x ko'paygan 1 taqsim x ln 2 dx minus x kvadrat taqsim 4 2 4. Hop, endi hammasini bitta qo'shsa bo'lardi. Teng x ko'paygan logaritm 2 asosiga ko'ra x, hop x ni qisqarsa minus x taqsim ln 2 minus x kvadrat taqsim 4. Shunga 2 yu 4 qo'shib ko'ra. Hop, 4 qo'ysam 4 ko'paytirilgan 2 minus 4 taqsim ln 2 minus 4 minus 2 qo'ysam 2 ko'paygan 1 minus 2 da plus bu ketadi ln 2 plus 1 teng 8 6 1. Demak 3 minus 2 da 2 taqsim ln 2. Buni almashtiradigan bo'lsa 3 minus 2 da logaritm y asosiga ko'ra 2 asosiga ko'ra y. A javob. Keyingi misol. Tenglama nechta ildizga ega deyapti. Kosinusni belgilab olaman. Kosinus kvadrat x minus 8 da kosinus x. Hop, kosinus x t deb belgiladim. T kvadrat minus 8 da t minus 9 teng 0. Hop, t1 teng 9, t2 teng minus 1. Bu yerda topdim. Endi kosinus x teng 9, kosinus x teng minus 1. Buni yechimi yo'q, bo'sh to'plam. Hop, buni yechimi esa x teng kosinus 1 pi dollar minus 1. Pi plus 2 pi k. Hop, tenglama yechimi demak k ga 0 bersa x teng pi, k ga minus 1 bersa x teng minus pi ekan. Demak 2 ta ekan. Bejavob. Keyingisi 12 ta oq va 13 ta tirguldan 2 ta. Demak 12 ta oqdan 2 ta olishim kerak. S12 dan 2 ko'paytirilgan S13 dan 3 ta. Hop, 12 ta faktorial taqsim 2 faktorial 10 faktorial ko'paygan. Hop, 13 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 10 faktorial.
Hop, hisoblaymiz. Demak, qisqartirsam 11 kare 12 taqsim 2 ko'paygan 13 12 11 taqsim 2 kare 3. Hop, qisqarsa demak 1876 bejavob. Keyingi misol. Arifmetik progressi dastlabki 10 ta hadyan ise S10 teng 140 ekan. A10 minus A1 24 ga teng ekan. Demak, A9 da teng 24. Hop, D teng 8 taqsim 3 chiqib turadi. Endi S10 A1 plus A10 taqsim 2 ko'paygan 10 teng 140. Qisqartirsam A1 plus A10 28. Endi yoyadigan bo'lsam 2 ta A1 plus 9 ta D teng 28 bo'lsa, hop 9 ta D 24 ga teng. 2 ta A1 plus 24 teng 28. A1 teng 2. Endi A9 plus A11 so'rayapti. 2 ta A10 ga teng. Demak, 2 ko'paytirilgan A1 plus 9 dedi. A1 2 plus 9 dedi 24. 52 ekan. Deyəcəm. Keyingi misol arifmetik progressiya demak. Hop, 15'ten yani Sn teng 5'te n kvadrat. 15'inchi hadini toping. S1 qo'yamiz 5. Demak, bu A1 ga teng ekan. S2 qo'yamiz 5 kare 2 ni kvadrat 20. Bu A1 plus A2. Demak, A1 5 bo'lsa 5 plus A2 teng 20, A2 teng 15 ekan. Hop, endi D teng A2 minus A1. Hop, 15 minus 5 10 ekan. Bizga 15-chi hada A15 teng A1 plus 14 dedi. 15 plus 140. 145. Bejavob. Hop, keyingi misol. O'suvchi geometrik progressiya B1 plus B4 teng 27. Hop, B2 plus B3 teng 18. Hop, davom etamiz buni. B1 chiqarsam 1 plus quvni kubi teng 27. B1 quvni chiqarsam 1 plus quv teng 18. Hop, nisbat olamiz. Nisbat olsak B1 ga ketadi. Hop, buni qisqartirsam q kvadrat plus q plus minus q plus 1 taqsim yo'yapman. Demak, q qoladi. Teng 3 taqsim 2. Hop, davom etamiz. 2 ta q kvadrat minus 2 q plus 2 teng 3 ta q. Hop, 2 ta q kvadrat minus 5 ta q plus 2 teng. Hop, 2 1 taqsim 2 ekan. Q1 teng 2, Q2 teng 1 taqsim 2. Hop, endi o'suvchi geometrik degan uchun 1 taqsim 2 bo'lmaydi. Mahraji 2 ekan. Sejum. Hop, 177 integralni hisoblang deyapti. S toping. Hop, fx ni ichkariga kirgizsam. Demak, integral 2 dan 5 gacha x ko'paygan d fx. Hop, shunday bo'ldi. Davom etamiz. Endi bo'laklar integrali x ko'paygan fx minus integral fx dx. Hop,
endi bu yerda 2/5, bunda 2/5 bo'ladi. Hop, teng. Endi x o'rniga qo'yamiz 5/2 ni. Hop, 5 da f5 minus 2 da f2 minus, demak integral 2 dan 5 gacha degani bu s yuzini berin. S teng 10 ga. Mana 10 edi. Demak f5 6 ga teng, 5 kare 6 minus 2 kare 3 ekan. Hop, 30 24 s teng 14. Javob. Keyingi misol. Hop, muntazam bu yerda javoblar xato chiqadi. Hop, radiusi 3 ga teng bo'lsa, bo'yalgan sohaning yuzini so'rayapti. Hop. Radius tushirib olsam, endi pastga radius. Hop, davom ettiraman. Hop. Bu yer eğer muntazam uchburchak bo'lgani uchun bu bisektriya bo'ladi. Chunki bu yog'i ham eğer bo'lsa bir xil. 30 gradus bo'lsa bu 2L, bunisi eğer ildizda 3. Hop, xuddi shunda bu ham eğer ildizda 3. Endi eğer 2L eğer 4 da eğer ekan. Endi bizga hop bo'yalgan uchburchak tomonni topolaman. Demak, A teng 4L plus 2 ildizda 3L ekan. Demak, eğer qavsdan tashqari chiqarsa 2L 2 plus ildizda 3. 6 eğer 3 edi. Hop, 6 2 plus ildizda 3. Hop, endi uchburchak yuzini topaman. S teng A kvadrat ildizda 3 taqsim 4. Uchburchak yuzida aylanani 6 ta aylanani yuzini aytirsam. Hop, 6 kvadrati 2 plus ildizda 3 kvadrati taqsim 4 ko'paygan ildizda 3. Hop, hisoblaydigan bo'lsam 9 qoladi. 9 ichkarida 7 plus 4 ildizda 3 ko'paygan ildizda 3. Hop, ildizda 3 kirgizib olsam 9 7 ildizda 3 plus 12. Endi 6 ta aylan radiusi 6 ta s ga teng, ya'ni 6 ko'paytirilgan pi ko'paygan 3 kvadrat. Hop, endi pi ham 3 da o'ring degan 6 ko'paygan 3 ko'paygan 3 kvadrat bo'lsa 27 162. Hop, endi biz s bo'yalgan soha sx teng s uchburchakni ayrimiz s doiraning yuzi yig'indisi. Hop, buni ochadigan bo'lsak 63 ildizda 3 plus 108 minus endi 162. 63 ildizda 3 minus 54 ekan. Bu yerda javobda yo'q. Keyingisi teng yonli trapeziya. Hop, Y9 JB. Hop, 25. Endi teng yonli bo'lgani uchun bu 9, bu ham 9 bo'lsa, endi bu yerdan demak bo'yigacha bo'lgan masofa DH masofa CH masofaga teng. 9 9 25 25 bo'lmasa teng yonli bo'la olmaydi. Hop, bundan uni yuzini so'rayapti. Balansni tushirib olsam 25 dan 9 ayirtsam 14 34. 25 dan 9 ayirsam 16. 34 16 bo'lsa h kvadrat teng 34 kvadrati minus 16 kvadrat. H teng 30 ekan. Demak 30 chiqsa s teng a plus b taqsim 2 ko'paygan h. Hop, 18 plus 25 taqsim 25 ko'paygan 2 taqsim 2 ko'paygan h 30.
Hop. 25 ga 9'u qo'shganimizga teng 34 ko'paygan 30. Chunki 9 kare 2 ku, ikkala qisqarsa. Hop, shunda 1020 chiqadi. Sejum. Keyingisi geometrik progressiya, demak P1 plus 1, P2 plus 1, P3 plus 4, P4 plus 13. Arifmetik progressiya tashkil qilsa, hop, bizda bilamiz arifmetik progressiya A2, ikkita A2, B1 plus B3 ga teng. Demak B1 plus 1 plus B3 plus 4. Hop, ikkita B3 ya A3 A2 plus A4. Hop. Qavs ochib bir tomonga o'tkazaman. Ikkita B2 minus B3 minus B1 teng 3. Ikkita B3 minus B2 minus B4. B4 minus B2 qilaylik. Teng. Hop, 8 6 ekan. Bu 13 edi. Hop, shunda 6 chiqadi. Hop, endi qavsdan tashqariga chiqaman. B1 chiqarsa 2q minus 1 minus q kvadrat minus 1 teng 3. B1 qni chiqarsam 2q minus q kvadrat minus 1 teng 6. Bo'larsam 1 taqsim q teng 1 taqsim 2, q teng 2. Hajim. Keyingi misol. Hop. E kub demak x va 2x plus 7 uchun x ga teng ekan. X o'rinli bo'lgan qancha qiymatlar qabul qilinishi mumkin? Hop, bu yerda demak biz son berib topdim. Masalan, x teng 1. Endi 1 qo'ysam 1 u 9 bo'ladi. Demak, e kub 1 bo'ladi. Endi juft son qo'yaman. 2 qo'ysam bunisi to'q bo'ladi, juft son bo'laman. Endi shu yerda faqat bitta son borki, u 7 ga kareli bo'lish kerak. Demak, 7 ning o'zi. 2 ga 720. Shundan boshqa shart yo'q. Demak, ikkita ekan. Son berish orqali ishlaymiz. Hop, e kub demak A, B, C uchun 3 bo'lsa, 4A 7B teng 2C. Hop, shuni bo'laman. 4 7 2 ga umumiy maxraj. Demak, e kubga 28 ga. Shunda A taqsim 7, B taqsim 4, S taqsim 14. Endi shundan e kubi demak 3 bo'lsa, A teng 3 kare 7 maxraj. Chunki hammasi 1 ga teng bo'lishgan. Hop, 3 kare 7 bo'lsa 21. B teng 4 kare 3. Chunki maxrajini e kubga ko'paydi. 12. C teng 14 kare 3. 42. Endi hammasini qo'shishim kerak. Hop, 75. Bejo. Keyingi misol, hop, e kub 5 ekan. Hop, bu nima degani? X teng 5 ta, y teng 5 ta b. Va e kub AB 1 ga teng. Hop, 16 ta e kub x va y teng 63 ko'paygan x plus y. Hop, endi e kubni o'rniga
5a 5b qo'ysam, demak e kub teng. Hop, 5a ko'paygan b ga teng ekan. Chunki ikkalasida ham 5 bu. Demak 16 ko'paygan 5ab teng. Hop, 63. Endi buni o'rniga 5a 5b qo'ysam, 5 chiqarsam 5a plus b. Hop, 5 ta qisqarsa 16 ta ab teng 63a plus b. Hop. Bundan kelib chiqadiki, hop, demak AB 63 ga teng, A plus B 16 ga teng. Bunda A ni topadigan bo'lsam 9, B ni topadigan bo'lsam 7. Endi bizga demak hop, x teng 5a edi. Demak 5 kare 9 45, y teng 5b edi. 7 35. Endi yig'indisini so'ragan bo'lsa 80 ekan. B javob. Keyingi misol A plus B 16. 216 ga demak e kub AB 18 ga teng ekan. Hop, A teng 18 ta x, B teng 18 ta y qo'yamiz. Va x va y o'zaro topsoladi. Hop, 18x plus 18y teng 216. Bundan x plus y teng 12 ga. Endi o'zaro topsollar bo'lguncha 11 1. Hop, 12 olaman. 7 u 5, 5 u 7, 1 u 11. Hop, endi quyidagilardan qaysi biri AB farqi bo'lishi mumkin? Demak, 18 x minus y. 18 kare 10 bo'lishi mumkin. 18 kare 7 dan 5 chiqarsam 36. Demak 36 ekan. 180 javob yo'q edi. Qolganlarini tekshirib ko'rishadi. Hop. Ketma-ket to'q natural sonlar. Demak, biri birinchi son, ikkinchi son desam, birinchisini x desam, ikkinchisini x plus 2 ekan. Demak, y x plus 2 ga teng. Hop, 8 x plus y o'rniga x plus 2 qo'ysam, teng e kub x ko'paygan x va x plus 2 teng 1. Hop, buni qavs ochadigan bo'lsam 16x plus 16. Endi ikkalasi o'zaro tub bo'ladi. Chunki ketma-ket kelgan sonda doim tub. E kubga x ko'paygan x plus 2 bo'ladi. Hop, x kvadrat minus 14x minus 15 teng 0. X teng 15, x teng minus 1. Hop, endi x plus y. Demak, birinchisi ikkinchisi 15 va 17. Yig'indisi 32. Serial. Hop, 96 ta a kvadrat teng b kubga musbat butun sonlar ekan. Eng kichik qiymatini so'rayapti. 96 ni tub ko'paytiruvchiga aytib turaman. 2 ni 5-inchisi ko'paygan 32 ko'paygan 3 bo'lsa, demak a ni kvadrati teng b ni kub ekan. Endi kub bo'lish uchun a hop 2 bo'la olmaydi, chunki a kvadrat ekan. Faqat 9 bo'lishi mumkin. Demak, buning uchun 2 ni kvadrati ko'paygan. Endi 3 kubi bo'lish uchun 3 o'zi. Shunday shaklda. Endi shunday qo'yadigan bo'lsak, 2 ni demak b ni kubi teng 2 ni 9 ko'paygan 3 kvadrat bo'lsa, kubinchi yildiz olsak, b teng 2 ni kubi ko'paygan 3 kubi 3 bo'ladi. Demak, a teng 12, b teng 24. 12 plus 24 36 ekan. Tejo. Hop. Keyingisi ifodaning qiymatini toping deyapti.
Hop. 2013 kvadratda minus 1 qo'llaman. Birinchi modulni. Ko'paygan 2014 minus 2013 taqsim 2013 ko'paygan 2014. Plus hop, qavs bor ekan. Modul bekitdim. 2012 minus 2013 taqsim 2013 ko'paygan 2012. Hop, qavs. 2012 ko'paygan 2014 bo'ladi. 1 taqsim 2013 ko'paygan 2014 plus hop, bu ham 1 taqsim 2013 ko'paygan 2014. 12. Hop, qavsni ochamiz. Qavs ochda bu qisqarsa 2012 taqsim 2013 plus 2012 ile qisqarsa 2014 taqsim 2013 qoladi. Demak, bu 2026 bo'lsa 2 chiqar ekan. Deydi. Keyingi misol hop, 20-darajasi ekan, musbat bo'lgan uchun 2-20-si musbat chiqadi. Juft daraja bo'lgan uchun 3-20 ko'paygan 3-20-si 2-20-si. Chunki 9 taqsim 4 3 bilan 2 kvadrat. Hop, minus 8 taqsim ko'paydi. Minus 8 3-si ko'paygan. Hop, 27 ni kubi minusdan taqsim 8 kubi. Hop, qisqartiradigan bo'lsangiz minus 8 bilan minusga ketdi. 2-20'si 3-20'si ketsa 1 taqsim 27 ni kubi. 1 taqsim 3 9. 3 minus 9. Deyəcək. Keyingi misol, hop. Şunu sal boshqacharoq ko'rinishda yozaman. 2 ni a'inchisi, 2 ni b'inchisi, 2 ni c'inchisi teng 2 ni a'inchisi ko'paygan 2 ni b'inchisi plus 2 ni a'inchisi ko'paygan 2 ni c'inchisi plus 2 ni b'inchisi ko'paygan 2 ni c'inchisi. Endi hammasini 2 ni a, b, c'inchisiga bo'laman. Bo'lsam 1 teng 1 taqsim 2 ni c'inchisi plus 1 taqsim 2 ni b'inchisi plus 1 taqsim 2 ni a'inchisi. Bu degani demak 1 teng 2 ni minus c'inchisi plus 2 ni minus b'inchisi plus 2 ni minus a. Demak, so'ralayotgan narsa bu 1 ga teng. Deyajak. Hop, keyingisi ifodaning qiymatini so'rayapti. Hop, 4 ildizda 5 bo'ladi. Minus 4 taqsim hop, ildizda 35 minus ildizda 7 plus ildizda 3 minus ildizda 15. Hop, shuni qavsatib to'g'ri chiqarsam ildizda 5 minus 1 taqsim ildizda 7 ni chiqarsam ildizda 5 minus 1 minus ildizda 3 chiqarsam ildizda 5 minus 1 bo'ladi. Shuni teskarisiga yozganingizda ham bir xil chiqadi. Hop, demak, 4 ko'paygan ildizda 5 minus 1 taqsim ildizda 7 minus ildizda 3 ildizda 5 minus 1. Ildizda 5 minus 1 ile qisqarsa ratsionalni qo'shsam 4 ildizda 7 plus 3 taqsim 7 minus 3. Hop, bular qisqarsa demak ildizda 7 plus ildizda 3 ekan. A javob. E'tiboringiz uchun rahmat.